Bobur aka bilan biz kelishib oldik. Til biriktirgan holatda Qahramon akani ko'p gapirtiramiz deb. Ronaldo jalb qilindi, tarkibda bor. Endi Ronaldo kerakmi, kerak emasmi degan fikrga qaytmagan yaxshida. Roberto Martinesda eng katta gap bu yerda. To'g'ri, biz o'z bosimlar haqida gapiramiz-ku, lekin menimcha Ronaldodagi bosim boshqa hech qaysi futbolchida bo'lmasa kerak. Messini qizil kartochka olishi, keyin yana ikkita o'yinni o'tkazib yuborishi, uni manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Cabo Verde butun o'yin davomida bitta fol. Menimcha folsiz o'yin hech kim o'ynay olmasa kerak, bu rekord tursa kerak, uzoq vaqt. Endi menimcha birinchi turning eng kutilmagan voqeasi, sensatsiyasi shu bo'lsa kerak. Do'stlar, assalomu alaykum. Yana bir bor siz bilan ko'rishib turibmiz, chunki birinchi tur ham yakunlangan. Nafaqat O'zbekiston terma jamoasi birinchi turni o'tkazdi, balki jahon chempionatidagi barcha 48 terma jamoa o'z o'yinlarini o'tkazdi. Biz 24 ta o'yin va 75 ta gol ko'ribmiz. Bu yaxshi nazarimda. Har holda gollar kam emas, ko'p, yetarlicha. Hatto o'zimiz o'yinimizda ham shunaqa bo'ldi. Shular haqida, ya'ni birinchi turdagi e'tiborli voqealar. Hammasiga to'xtala olmaymiz, chunki birinchidan zerikarli bo'lib ketadi, vaqt cho'zilib ketadi va favoritlarning o'yiniga bizni nima ajablantirdi, nimaga e'tibor qaratishimiz kerak, shunga to'xtalamiz. Studiyada, demak, hamkasblarim Qahramon Aslanov hamda Bobur Akmalov bo'ladi. Xush kelibsizlar akalar. Xo'p, mavzularga o'tishdan avval, savollarga o'tishdan avval eslatib o'taman. Markaziy sektor podkasti bosh homiysi, umuman jahon chempionati translyatsiyalari bosh homiysi Agrobank va biz Yudaya universiteti bilan ham ishlaymiz. Hozir aynan yoz va tanlov qilish vaqti. Biz mana shu universitetlar orasida tanlov qilayotgan do'stlarimizga, yoshlarga aynan Yudaya universitetini tavsiya qilamiz. Shuningdek, bizning hamkorlarimiz, homiylarimiz bu Flavit brendi va Media Park. Hozir jahon chempionati va o'sha maishiy texnikaga ehtiyoj ortgan davr, tavsiya qilamiz buni. Endi Bobur aka bilan biz kelishib oldik. Til biriktirgan holatda Qahramon akani ko'p gapirtiramiz deb. Chunki biz gapirdik. Lekin albatta nima qilamiz? Shuning uchun Qahramon aka mana birinchi tur jahon chempionati. Qanaqadir fikrlar bor edi, haligi navbatchi o'yinlar ko'p bo'ladi, boshqa. Oqlayaptimi kutilmalaringiz jahon chempionati? Yorqinligi jihatdan, balki noqulayligi uchun bilmadim, hamma o'yinlarni ko'ryapsizmi, tanlab ko'ryapsizmi? Qanday kuzatyapsiz? Noqulayligi o'zi oldindan ma'lum edi. Boshlanadigan vaqti qanaqa bo'lishi, u kutilmamasdan endi u aniq narsa edi. Lekin menimcha o'yinlarni o'zini tempi, sifati, kurash kutilgandan yaxshiroq. Odatiy o'yinlarda ham biz anaqa kurashni ko'ryapmiz. Bu menimcha o'sha jamoalar sonini oshirsa nima tushib ketadi-da. Menimcha teskarisi, chunki bitta guruhdan 3 ta jamoaga imkoniyat bo'lgandan keyin nima bo'lyapti-da. Hammada imkoniyat bor. Bitta yutuq ham olib chiqishi mumkin play-offga. Shu narsa bo'lyapti. Oddiy misol, ilgarigi formatda Angliya, Xorvatiya, Gana, Panama bitta guruhdan joy oladigan bo'lsa, favoritlar aniq bo'lardi. Mana ikkita komandaning o'yini ko'pchilikka qiziq bo'lmasligi mumkin edi. Hozir agar vaqt to'g'ri kelsa, uyqu qochib ketsa, misol Panama, Gana ham misol 3-o'rin uchun yaxshi basda. Ya'ni o'tkinchi kerak emas hisob jihatdan nima yo'q, unaqa nimalar. Hatto favoritlar ham baribir guruhda birinchi o'rinni olishga harakat qiladi-ku, setkani nima. Yaxshiroq yo'ldan borish uchun ham. Shunaqa rostdan ham. Bobur aka hali bir ochib o'tib ketdik. O'zi katta mavzular ichida eng kattasidan boshlab qo'ya qolaylik. Keyin sekin o'tamiz boshqalarga. Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasida o'tkazgan o'yin. Ham birinchidan guruhdoshimiz bo'lgani uchun ulanib ketadi-da. Shuning uchun endi siz boya ozgina kirish qildingiz. Ko'proq men hali savol bermadim, lekin endi beraman. Ronaldo masalasi, chunki hali mavzuyimiz boshqa edi. Rostdan unga shunchaki to'p yetib kelmadi va u sof hujumchi bo'lib o'ynadi va uni natijada umuman aybi yo'q deb hisoblaysizmi? Qarang, Ronaldo bor joyda Messi ham tilga olinadi-da, yodga hali o'tamiz. Parallel keltiriladi baribir. Chunki ikkita buyuk futbolchini gapirayotganimizda nargisi bilan solishtirishimiz, misol uchun Messi boshqa ampluadagi futbolchi, boshqa Ronaldo esa ancha o'sha yoshi o'tgandan keyin oldingi chiziqqa o'tdi va yakunlovchi bo'lib o'ynayapti. Endi yakunlovchi bo'lib o'ynagandan keyin u boshqalardan majbur, boshqalarga bog'liq.
To'p yetib kelishiga bog'liq. Messi esa o'zi paydo qilyapti. Messi o'zi uzoqdan gol uryapti. Ronaldo eng oldi chiziqda o'ynadi, Messi esa orqaroqda doimiy joyida o'ynadi. Ronaldo o'sha prime paytlaridagi qanotlardagi o'yini yoki ichkaridan o'zi kirib borishlari bo'lganda, o'sha tezligi bo'lganda, ehtimol gol urish imkoniyati ko'proq bo'lardi. Kechagi o'yinda yaqqol misol. To'p unga deyarli yetib kelmadi. Ikkita vaziyatda zarbaga chiqarildi, u ham bo'lsa qanotdan ichkariga kirilgandan keyin juda qiyin vaziyatda. Undan tashqari raqiblarda ham farq bor edi kecha. Qanaqa raqibga duch kelganini ko'rdik Portugaliyaning. Argentina esa qanaqa raqibga duch kelganini uni ham ko'rdik, farqini ko'rdik. Farqlar masalasida ham. Ikki jamoa ikkala liderga bog'liqlik masalasida menimcha Argentina Messiga ko'proq bog'liq. Messi yaratuvchanligi uchun, Messi haqiqiy lider bo'lgani uchun, hujumlarni boshlab bergani uchun umuman hamma Messi atrofida jipslashgan. Gap so'zda, bayonotlarda Ronaldo atrofida ham hamma jipslashadi va bu yigit uchun jahon chempionatini olib berish kerak degan gaplar ko'p bo'ladi. Milliy jamoadagi hammasi uni ukalari va o'sha uchun o'ynaymiz deyshadi-yu, ammo amalda kecha Portugaliyaning hujum yo'llarini hammasi yopib qo'yilgani uchun u juda ko'p marta yolg'iz qoldi, to'p unga deyarli yetib bormadi, majbur bo'ldi 1-2 marta orqaga qaytishga va boshqa yaratuvchilar, Bruno Fernandes bor, Vitinha bor, ular bor joyda bu o'yinni o'ziga olmadi. Sof o'sha o'ziga yuklatilgan vazifani, o'sha hududda yurishni o'ziga oldi-yu, aytib o'tganimdek to'p yetib kelmadi. Ya'ni bog'liqlik bu yerda. Butun jamoa Messiga bog'liq bo'lishi mumkin Argentinada, ammo Portugaliyada teskarisi. Ronaldo boshqalarga bog'liq, to'p yetib kelishiga bog'liq. O'zi ichkaridan olib, o'zi paydo qilib, o'zi gol urib urishiga menimcha o'sha yoshi o'tganligi hozirgi holati yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ham shu jihatdan Alternativ masalan alternativ yo'qmi zaxirada? zaxirada alternativ yo'q-da. Qani hujumchi? Yo'q, futbolchi bo'lishi mumkin-ku. Endi Gonzalo Ramos bo'ldi. Yana kim? Yani kimni biz Ya, savol alternativ? shunchaki, Liao masalan, Liao ham tushdi, ko'rdik, undan ha. battar masalan shu holati. Shuning uchun Portugaliya o'zi boya aytib o'tganimizdek birinchi o'yinga kirib olish masalasi, ya'ni o'sha bosim, qiyinchilik masalasi. Ehtimol Kongodan bunchalik qarshilikni kutmagandir Portugaliya. Ehtimol bu yerda Roberto Martinesni ham menimcha hissasi bor, qo'sh tirnoq ichida aytadigan bo'lsak. Birinchi taymdan keyin deyarli hech qanaqa o'zgarish qila olmadi. O'sha tempda, o'sha xatolarni qilib o'ynayverdi Portugaliya. Ikkinchi turda bizga qarshi boshqacharoq kayfiyatda tushadi. Endi Ronaldo ham boshqa ham chunki u ko'rib turibdi. Yarim dunyo unga qarab turganini, ehtimol butun dunyo unga qarab turganini va uning asosiy raqobatchisi birinchi turda hat-trick qilganini bu unga alam qiladi. Va qo'shimcha motivatsiya, qo'shimcha yana jahl bilan, o'sha sportchi jahl bilan maydonga chiqish mumkin. Bu lekin xalaqit berishi ham mumkin. O'ziga. Ha, o'ziga 6-jahon chempionatida o'zimni ko'rsataman deb jamoa lideri bo'lib keldi va birinchi o'yinda mana bunday holat bo'ldi. Eng past ball oldi u. U va yana bitta futbolchi eng past ball olishdi kechagi o'yinda. To'g'ri, biz o'z bosimlar haqida gapiramiz-ku, lekin menimcha Ronaldodagi bosim boshqa hech qaysi futbolchida bo'lmasa kerak. Qahramon aka, endi sal boshqacharoq shu savol davomi yoki shu bir qismi desa ham bo'ladi. Portugaliyaning ochko yo'qotishining sabablari nimadan? Asli tez gol urdi. Nimada ko'rdingiz kecha? Endi yozdingiz ham kanalingizda, sizni Kongo ajablantirgani haqida ko'proq men tushundim, siz yozganlaringiz. Kongo ajablantirdi. Kongodan ko'ra ko'proq Portugaliya ajablantirdi. Ya'ni men o'sha PSJdagi yarim himoyachilar bor, shu 1 yil davomida gapirib kelinayotgan uchlik, unga Bernardo qo'shilib qanaqadir markazda boshni aylantirib degan darajada unaqa kutuvdim-da o'yin. Tezkor, haligi qo'rqitgan narsa ham shu edi. Lekin aynan markazni shunaqa yopib tashlashdi, jismoniy tomondan, nima tomondan. Faqat shu Vitinha ham, Bruno ham chetda qolib ketishga, o'sha atrofda aylanishga majbur bo'ldi-da. Hozir o'sha Ronaldo mavzusidan Martinesga o'tmoqchiman. Martinesda chempionatdan oldin, balki misol 1 yil oldin ikkita yo'l bor edi. Birinchi yo'l Ronaldodan voz kechgan holda o'sha Paris Saint-Germain, PSJni o'yin uslubiga yaqinroq nimada qurish, o'yin qurish yoki Ronaldoga ishonish, Ronaldo bilan qurish. Ikkov variant ham masalan Ronaldo bilan bo'lsa proval bo'ladi deb o'ylamayman. Ronaldo bilan ham yaxshi jamoa qursa bo'lardi. Va bunaqa hozirgi sxema, hozirgi nimada Ronaldodan yaxshi hujumchi yo'q Portugaliyada. Ming Ramos yo boshqani aytganimiz bilan ras o'sha PSG naqa variant u farqi nimada? Portugaliya oldingi Yevro bilan mana saralashda eng ko'p cross qilgan jamoa ekanda. Aynan o'sha Ronaldoga mos, uslubiga mos
Lekin PSG hatto Fransiyada Chempionlar Ligasida eng pastki o'rinlarda. Bizning Fransiyada adashmasam 20-tanchi 18-o'rinda cross bo'yicha. Cross kumma tayanmaydi. Umuman boshqa mana jarima maydoni atrofida pozitsiya almashib rotatsiya bilan kirib borib mana shunaqangi nimada o'ynaydi. Unisini tanlasa bundan voz kechish kerak yoki foydasi pasayadi. Qaysi birini foydasiniga ishoniladigan bo'lsa, shunga urg'u berish kerak edi. Boshqa jihatdan Bruno o'sha cross masalasida ancha yaxshi-da. Unitedda Yo'q, o'yinsiz men kelib chiqargan bo'lsak. Ronaldo o'ynasa Portugaliya ancha kuchsizlanib ketadi demoqchi emasman. Yo'q, emas. Mana uni aytmayapman. Cross masalasida aytganingizda Brunoda bor-ku bu narsa demoqchiman. Yo'q, Ya'ni bor, tarkibda u ham bor edi. Bor, ya'ni Portugaliya Ronaldo bilan ham muammosiz nimani Kongoni yutishi mumkin edi. Bitta o'sha mavsum boshlandi, Ronaldo jalb qilindi, tarkibda bor. Endi Ronaldo kerakmi, kerak emasmi degan fikrga qaytmagan yaxshi-da. Mana shu strukturada qanday foydali bo'lyapti? Hozir Bobur aytgandek, birinchi taymda ayniqsa 80 ga 20% to'p nazorati edi, lekin Ronaldoga bironta zarba berish imkoni bo'lmadi. Agar sen 80% to'pni nazorat qilib hujumchiga to'pni o'sha pozitsiyaga chiqarolmayotgan bo'lsa, bu o'zi murabbiyning aybi bo'ladi. Bu behuda nazoratda. Murabbiy. U gap hozir Ronaldoning o'rnida menimcha Ramish o'ynaganda ham, Holland o'ynaganda ham xuddi shunaqa bo'lardi. Bormasdi. Biz Hollandni haligi butun o'yinda 9 marta to'pga tepgan o'yinlarni ko'rganmiz. Cityda 3 ta gol urganda o'sha o'yinda. Ya'ni o'sha aynan kerakli nuqtalarda to'pga tegib, o'sha hamma gapirayotgan ikkinchi taymdagi vaziyatlar ham juda ehtimoli past vaziyatlar. To'g'ri. Juda kurashga berdi. Misol qanaqadir bir yarim himoya zo'r o'ynab, pozitsiyalarga chiqarib, Ronaldo gol urolmay, An-Nasrda ko'p bo'ladi-ku. Mana shunaqa holat bo'lganda biz hozir Ronaldoni olib chiqishimiz mumkin-da. Hozir hamma nimaga qarasangiz ham ijtimoiy tarmoqlarda Ronaldo deyapti. Bu Martinesda nimasi tushib ketyapti, hali soyada qolyapti-da. Balki unga shu qulaydir. Ya'ni haligi bosim yo'q, boshqa iloji yo'q degan variant bor-da. Lekin bir tomondan olib qarasangiz, oxirgi masalan balki 100 yildagi Belgiyaning eng zo'r avlodi shuni qo'liga tushdi. Va ishtasi bo'lmadi. Endi hozir Portugaliyani balki misol figurlar paytidan buyon eng zo'r tarkibi yana bu ham nima qilishi mumkin-da, uvol qilishi mumkin. Shunaqa, Roberto Martinesda eng katta gap bu yerda. aqalli yana bitta narsa bor. Men masalan shu narsaga moyilroqman. Ronaldoni zaxiraga olishdan cho'chimaslik kerak edi va bu borada kelishib olish kerak edi. Siz aytgan ikkita variantda yana bitta yarim varianti ham bor edi. Butkul voz kechmasdan jamoaga to'g'ri integratsiya qilib, uni ham jahlini chiqarmasdan qaysidir opsiya sifatida u ham bo'lishi mumkin. Eng yaxshi skilllardan foydalanib turib zaxiradan chiqarishi yoki bemalol uni almashtirishi mumkin. Lekin bunda muhit qanaqa bo'ladi, uni bilmaymiz. Masalan, o'sha muhitni avvalroq kelishish mumkin. U murabbiyga qanchalik bog'liq, u juda siyosiymi bo'lsa. Esingizda bo'lsa haligi Marokashni yutgan-ku 6-1 ga. Serbiya, Ramos urgan shtamdi. Shvetsariyamidi naqani Ronaldosi yutgan. Ronaldo tushmasa zo'r bo'lar ekan, hamma nima qilgan. Keyin Marokash bilan o'yinda tushmadi. Kech tushdi, yutolmadi, gol urolmadi. Keyin Ronaldo vaqtliroq tushganda urardi deyildi. Baribir fokus boshqa tomonga ketib qolaveradi. Bilmadim, menimcha agar boshqa yo'li bo'lmasa, Ronaldoni tarkibdan chiqarish darajada kuchi bo'lmasa murabbiyda, lekin Kongoni bemalol yutadigan darajada qilsa bo'lardi menimcha. Lekin Kongoni ham kuchiga past baho bermaylik. Kecha hamma zonani yopib qo'yganini va raqib murabbiy yaxshi o'rganganini. Ya'ni kechagi muammoda menimcha Ronaldo emas, Martines. Qisqa qilib aytganda ko'proq aybdor Martines bo'lsa kerak. Rostdan ham o'zi agar shu o'yinni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, menimcha soat ham gaplashsak bo'ladi qo'shimchasiga. Shuning uchun men endi ulamoqchiman, o'zi uladilar Bobur aka. Hop, undan avval shu Ronaldo Portugaliya bilan o'ynashdan shu tongda Argentina Jazoirni yengdi. Endi Messi bu G guruhi. G guruhida yana Avstriya va Iordaniya bor. Bu yerda endi Avstriya ham yutdi. Mayli, Avstriya o'yini haqida emas u. Lekin Argentinani amaldagi jahon chempioni Messi 3 ta gol bilan kiryapti, rekordni takrorlayapti. Masalan, bu qanaqadir hammasi Argentinada super joyda ekanini ko'rsatadigan o'yin bo'ldi nazarimda. Siz qanaqa kuzatdingiz yo bu qanaqadir Jazoirni fonimi bu? Jazoirning ham foni bor va menimcha Messini ham gapirdik-ku, hozir Ronaldo daqada, endi uni pozitsiyasi ham Argentinada shunaqa.
Endi Messini ki hozir muammo bilinmayotgani sababi farqi menimchada endi Ronaldo bilan Messini jamoadagi o'yinidagi farqi Ronaldo to'p bilan Portugaliya to'p bilan bo'lganda muammo tug'diryapti. Ya'ni Portugaliyani hujum qilish uslubini o'zgartiryapti, soddalashtirayotgan bo'lishi mumkin, raqiblarga oson qilib. To'psiz holatda pressingsiz ham o'ynay oladi Portugaliya. Messi to'p bilan emas, to'psiz holatda muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni biz uni bu Jazoir fonida ko'rolmaymizda. Kuchliroq jamoaga qarshi, masalan, Avstriyaga qarshi guruhda. to'psiz o'ynash kerak bo'lsa, Messida masalan yugurmaydida, bu aniq. Masalan, u 3 yil oldin, 4 yil oldin ham shunaqa edi, PSJda ham shunaqa edi. Qaysidir zonalarni yopish kerak bo'ladi, taktik tomondan juda tartibli o'ynab, tinmay yugurish kerak bo'lgan paytda Messini anaqa qilib ko'rsatishlari mumkin. Ko'p videolar chiqadi piyoda yurgani. Endi hozir Jazoir ko'proq Jazoir bilan Argentina to'p bilan o'ynadi, yaxshi o'ynadi, zo'r o'ynadi. Messi baribir uni o'yin uslubi unaqa fizikaga unaqa tayanmagan. Shuning uchun farq bilinmagan bo'lishi mumkin, lekin kuchliroq o'yinlarda bilmadim. Endi haligi illyuziya emas, haligi fikr bor edi-yu, AQShda masalan xuddi shunaqa gollar AQShda ham uraverdi, Mayamida. De aytilayotganda endi bu AQSh yoki Saviya masalasi o'rtaga tashlanayotganda, menimcha endi Jazoir ham shunaqa-da, to'g'rimi? Ya'ni bermaydi hali fonda, lekin men aytmoqchi bo'lganim zarbalar o'sha-da, ya'ni pritselli zarbalar bo'ladi-yu, shuni aytaveradi, bitta gol zarbaga qo'yib berishyapti Dorif. O'sha Afrikadan chiqqan jamoalar orasida Jazoir bilan Tunis juda kuchsiz ko'rinyapti-da. Aynan mana shu ikki jamoa. Mag'ribning ikki jamoasi nima uchundir faqat bularning oltin avlodi o'tdi. Jazoir bilan Tunisni va o'sha yulduzlari ham ancha yoshi o'tib qoldi. Men boshqa narsaga fokus qaratmoqchi edim. Ikkalovinglarning fikringlar qiziq, sizniki ham jumladan. Nima uchun bizning publiklarda gapirilmayapti Messining foli va ehtimoliy qizil? Juda kam gapirilyapti. Ya'ni Messi fanatlaridan cho'chish bormi yoki boshqami? O'zi juda ehtiyot bo'linadi mana shu mavzuda. Ronaldo va Messi hozir siz Ronaldoning gol ura olmagan vaziyat haqida ham deyarli to'xtalmadik-ku, bu ham shunga o'xshagan mavzuda. Yo'q, to'xtaladigan vaziyat bo'lmadi-ku unda. Yo'q, bu ham to'xtaladigan. Masalan, o'sha yo'q, bu to'xtaladigan ya'ni vaziyat. bu Chunki baribir simpatiya masalasi. Chunki men Murod aka bilan gaplashdimda, xuddi shu masalada. Murod aka o'yinni sharhladi. Murod aka nima dedingiz? Men Murod akani bilamiz-ku. Qizig'i. Nima dedingiz Murod aka dedim. Endi menimcha aytsa bo'ladi. Hech narsa bo'lmadi. Yo'q, hech narsa bo'lmadi hamma. Yo'q, Murod akadan boshqa javob kutish. Yo'q, baribir. Men aytmoqchiman, bu baribir simpatiya masalasi deb o'ylayman. Yo'q, simpatiya masalasi emas. Men nimani aytmoqchiman? Ko'tarilmayapti deyapsiz-ku. Ko'tarilyapti o'zi aslida. Kam bo'lsa ham ko'tarilyapti, chunki men o'sha so'rashimning sababi ham o'sha bitta qismi. Men ko'rmadim lekin. Kimlardir gapirdimi shuni? Ha, ijtimoiy tarmoqda masalan o'sha oyog'i bilan stop kadrlari chiqdi, nimaga bu. Yo'q, uni ko'rdim-ku, ammo hamkasblarimiz orasida endi birinchi marta o'tirdimmi? Undan keyin birinchi marta yig'ildik. Mana hozir. Aynan bu yerda birinchisi darhol ko'tarib qo'ydim men. Men boshqa yana gaplar chiqib ketdi-ku uni ketidan. Ya'ni Infantinogacha kirib borib bu masalaga aralashgani haqida gap chiqdi-da. Bu endi rasmiy xabar emas, lekin juda ko'p publiklar aylantira boshlashdi. Ya'ni hakamlar qo'mitasi shaxsan Pierluigi Collina Shimon Marchinakni tekshirishni boshlamoqchi bo'lganda Infantino kelib bu tekshiruvga ban qo'ygan, ya'ni yig'ishtir degan. O'zimman Marchinyakning keyin statistikasi chiqdi, 6 ta o'yinni boshqargan ekan jahon chempionatlarida va 4 tasi Argentinaga qarshi o'yin ekan. Mana shunaqa fitna nazariyalar paydo bo'laveradi. Aynan o'sha vaziyatga hatto VAR ham ko'rib chiqmagani, hech bo'lmasa sariq bermagani. Chunki u fol yaxshigina tortardi, menimcha sariq bilan qizilni o'rtasidagi o'shani deymiz zarg'aldoq rangdagi fol tortardi-da kartochkaga. Siz nima deb o'ylaysiz? Endi menimcha qo'shimcha qilaman, gapingizni bo'ldim. Ya'ni o'sha vaziyatga ehtimol boshqacha baho berilganda bu hat-trick haqida ham gapirmagan bo'lardik. Endi hat-trick bo'lgani, shunaqa gapirilgani, Messini keyingi o'yinda o'ynashi muhimda baribir FIFA uchun. Chunki yulduzlar baribir asraladi. Menimcha Mbappe yoki Ronaldo ham shunaqa fol qilganda ularga ham ko'z yumilardi. Menimcha katta ehtimol, chunki hozir Messini qizil kartochka olishi, keyin yana ikkita o'yinni o'tkazib yuborishi, bu futbolni baribir Amerika shou-ku, endi baribir shou nuqtai nazaridan uni manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Zarar berib qo'yardi. Agar oddiy o'yinchi bo'lganda berilishi ham mumkin edi. Bunaqa ko'p gapirilmasdi ham. Shuning uchun men to'g'ri tushunaman, natijaga nimaga ta'sir qilingani yo'q. Yarim final yoki shu qanaqadir muhim qarshi tomon ham juda o'zini o'rni bor favorit jamoa bo'lsa, boshqacha munosabat ham. Endi hozir guruhni boshida haligi
Zidan bir qizil olib 2 o'yin o'ynamagan, sizda bo'lsa Fransiyadagi chempionatda. Bunaqa voqealar ularda haligi biznesiga ham nimada. O'shanda Zarar. bilishmagan ekanda Zidanni ham kechirishardi ehtimol. U paytlar balki bunaqa nima. Hozir o'zi misol Messi, Ronaldoni oxirgi chempionati qanaqadir rekordlari klozaga yetib oldi. Chorak finalda ikkovi birga tushishi mumkin. Mana shu narsalar ham futbol haqida, futbolga qiziqmaydigan odamlarni ham tortishda va futbol ko'rishga nima bo'larkan deb. Qo'shimcha bonuslar. Xuddi mana O'zbekistonda bugun futbolni bilmaydiganlar ham ko'rib, shunga aloqador daxldorlik bo'ldi-ku baribir. Bu baribir kimdir pul sarflaydi, futbolga oladi. Osiyo kubogida hech kim O'zbekiston nimani futbolkasini oqtarib yurmagan, lekin jahon chempionatida oqtarildi. Shunga o'xshab butun dunyoda ham shunaqa qarash bo'lsa kerak baribir. Qiziqishni oshirish. Messi uning ustiga Amerikada o'ynaydi, ligasida o'ynaydi. Ya'ni vaziyatni siz ham o'zi qizil deb hisoblaysiz. Endi hakam sifatida bir ekspertlik nima bermayman-u, qizil bo'lganda men unaqa qilmasdim-da, hayron bo'lmasdim. Berilmaganda ham hayron bo'lmadim. Haligi nima hakamning nuqtai nazaridan emas, bu tomonlarni o'ylab. Bu tomondan, ha. Bu tomondan. Agar qonuniy tomondan bo'lganda ko'proq qizil ekanda. Ko'proq qizil edi menimcha. Ham keyin menimcha undan keyin urdimi gollarni? Ha, ikkitasini keyin urdi. Ikkitasini keyin urdi. O'sha hat-trick haqida Haligi gapirmagan. ko'pincha Ronaldo hat-trick qildi, Messi qildi, Ronaldo qilolmadi. Mana shunday solishtirmalarda javob o'laroq aytilyapti-da, u damda chiqib ketish kerak edi. deb ko'pincha javob sifatida keltirilyapti o'sha rasmlar, nimalar. Endi eski masala bor o'zi. Endi boya aytganlaridek nazariya qarashlar bor. Va shularga o't sepilyapti bu voqealar bilan. Endi mayli, ko'ramiz nima bo'larkan. Xo'p, davom etamiz. Katta jamoalar haqida va katta futbolchilar haqida gaplashar ekanmiz. Biz menimcha o'sha o'zi tepaga qarab ko'tarilyapmiz, ya'ni kundan jahon chempionati boshlangandan qarab Mbappe va Holland. Ha, Mbappe, Holland. Fransiya. Bu endi bitta guruhdagi jamoa, bu o'sha A guruhi, I guruhi deymiz. Fransiya Senegalni 3-1 yengyapti. Bu ham oson bo'lgani yo'q nazarimda, chunki uzoq vaqt ketdi hisobni ochishga, bir amallab ochishdi, keyin menimcha Fransiya mana bu klass ko'rsatdi. Keling mana shu Fransiya o'yini haqida. Fransiya ham baribir ikkita Fransiya Argentinadan ko'ra hatto misol o'rtada barqarorroq jamoa nazarimda, chunki ikkita jahon chempionatida sovrindor, endi finalga chiqqan, g'olib bo'lgan va hali ham o'sha murabbiy bilan o'ynayapti. Ya'ni Desham bilan uzoq yillardan beri o'ynab kelyapti. Va Deshamni kecha o'sha maydonda bir ikkita o'zgarishlarni yozishda aytishdi, masalan, Olisedan qanaqa foydalangani. Siz Fransiyani o'yinida klub deb aytiladi-yu, shunaqa his sezdingizmi? Ya'ni bular klub bo'lib ketgan degan. Ha, undan ham ko'ra Fransiyani o'zi misol jamoalar tarkibiga qarab chiqasiz. Mana Fransiyaning sostavini ko'rib, misol Due bor ekan, Barkola, Mbappe, Olise ko'rib turib, kuchli deysiz, lekin baribir kimdir zaxirada qolib ketishini hisobini qilasiz. Chunki sostavga sig'maydi-ku. Sherki bor, nima bor. Shu nuqtai nazardan haligi ularni bunaqaga tersangiz, sxemani tersangiz ko'rinadi kuchi. O'sha terganda ham menga juda surpriz bo'ldi, shunaqa varianti ham borligi. Ya'ni To'rovni ham maydonga sig'dirishda iloji borligida. Bu juda xavfli jamoaga aylanadi nimani. Agar Desham misol uchun men o'yladim, uchovidan bittasi zaxirada qolib, to'rtovidan qaysidir polzashni tushishi mumkin degan nima bor edi-da. Endi balans nuqtai nazari. Endi hozir bu juda dardli nima. Ham Olise, ham Due, ham Dembele, ham Mbappeni tarkibda bo'lishi bu har qanday jamoaga ochiq kurashishga imkonini beradi. Bu maydon narigi qismiga ta'sir qilmaydimi? Markaz, himoya masalan kerak bo'lib qolganda. Lekin ali PSG Bavariya bilan o'ynadi-ku, kerak paytda ochib yuborishdan ham qo'rqmaydi-da. Bular qo'rqadi. To'g'ri. Ya'ni qarshi hujumdan qo'rqish, raqib jamoani bularni qarshi hujumdan qo'rqishi ham ko'pchilik bo'lib borishga o'sha ochiq zonalarni to'ldirishdan ham qo'rqitadi-da. Gol o'tkazishni yelkasiga olib tushadi-da, masalan. Shu endi balki qaysidir o'yinlarda nima o'zgarar. Bu birinchi o'yini, lekin mana shu opsiyani qo'rqmasdan qo'llayotgani juda bir naqa. Dembeleni ortga hujum ortida o'ynatdi. Farqi yo'q. To'rov ham tarkibda-da. Endi bu misol Xvichani o'rnida Oliseni tushuntirdi, ikkovi bir xil o'yinchi-da, darajasi bir xil. Yana Mbappe ham qo'shilyapti-da. Bu lekin birinchi taymda xalal berdi bu. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, endi bu narsani qo'llashini asosiy sababi tayanch zonasi va himoyani sifatliligida.
va juda ham tez orqaga qaytish imkoniyati. Uni ustiga birinchi taymda deyarli chiqmadi. Agar e'tibor bersangiz, keyin Oliseni nimasidan keyin. Olise va Dembeleni joyini almashtirgandan keyin, Oliseni qo'llarini yechib yuborgandan keyin bu narsa, ya'ni Fransiyani o'yini ochilib ketdi. O'sha paslar o'ta boshladi. Ungacha Olise ham deyarli yopilgan edi. Dembele umuman butun o'yin davomida yaxshi qo'riqlangani uchun o'yinga chiqmay, keyin almashtirishga majbur bo'ldi. Endi majbur emas, almashtirdi uni deylik Dembeleni. Ya'ni Dembeledan kutilgan o'yin men ko'rmadim. Bu ham bo'lsa endi Mbappe faktori menimcha, chunki o'sha bitta joyda hujumda juda ko'pchilik yig'ilib qolgani masalasi bo'lsa kerak. O'zi Mbappe Giroud bilan o'ynagan-u nimada? Birga Oldingi chempionatlarda 18 chempion Giroud bo'lgan. bilan 18 da o'ynagan. O'zi ham aytgan ekanda, men uchun eng zo'r unaqa sherik Giroud degan ekan. Chunki aynan o'sha Giroud zonalar ochadi, e'tiborni himoyachilarni o'ziga tortib bunga nima qilardi. Shu tomondan Markus Turam masalan o'sha rolga to'g'ri keladi. Balki misol jiddiyroq o'yinlarda o'sha Turam bilan Mbappe qaysidir yo duet ko'pincha masalan anaqa zaxiraga olinib turib Dembele bilan Oliseni qanotlarga qo'yishi mumkin. O'sha Dembele menimcha o'sha berilgan vazifaga o'zini qurbonlik qilgan bo'lishi mumkin. Ronaldo borligida Benzema ko'p gol urmasdi-yu. Shunga o'xshab qanaqa taktik vazifani bajarishi mumkin, lekin unaqa nurli bo'lmadi-da. Bunaqani ham ko'rdim. Nima jarima maydoni ichida Dembele biron marta to'pni qabul qilmagan-da. Chunki orqada o'ynadi u. Ancha ortda o'ynadi, boshqa vazifalarni qildi. Men buni ishlaydigan doimiyga mana shu 4-2-4 unaqa demayman-u, lekin kerak bo'lganda juda misol uchun ishlaydigan qurol, kuchli qurolda. Hali doimiyga qanaqadir taktik o'yin qiladigan Yevropa jamoalari bor. Hamma joy yopib nima qiladigan avtobuslarda baribir qiynaladi, lekin hujum chizig'i juda kuchli. Senegal birinchi taymda epladi. Mbappeni ham yopdi. Mbappening bir necha driblingga harakatlari umuman natija bermadi. O'ta olmadi raqibidan. Normal zarba bera olmadi. Shunday. O'sha Senegalning kuchi ham-da bu, ya'ni. Faqat o'sha bitta farqi Portugaliyaga kecha uchragan Kongo bilan deylik Senegalni agar farqlaydigan bo'lsak, Olise bu ishni amalga oshira oldi-da. Vitinha yoki Brunodan farqli ravishda Olise yora oldi o'sha hujumni va o'sha qahramonlikka aytganlaridek bosh murabbiy masalasi. Bu yerda qanday o'zgarish qila oldi? Bitta nima achinarli tomoni Sherki bo'lyapti menga. Ya'ni bu Deshamni bunaqa anaqasida, uslubida Sherkiga joy yo'q-da. Endi uni ham qo'shishni kutgan. Yo'q, 5-chi. misol umuman Sherki bilan emas. Yo'q, kecha chiqardi-ku. Zaxiradan tushishi mumkin. Misol City Fransiyani hozirgi anaqasi uslubi Citynikidan umuman farq qiladi-da. PSJga ko'proq o'xshab ketadi. Barkola ham misol uchun o'sha birdaniga tushishi mumkin, lekin Sherkini anaqaga kiritish, o'sha taktik tomondan kiritish qiyin bo'lsa kerak va asosiy rolda bo'lmasa kerak bu chempionatda Sherki. Shunaqa. Uy jihozlash sizdan, to'ldirish esa Media Parkdan. Ofsaydga tushib qolmang. Original texnikalarni 0 so'mga xarid qiling. Pulini keyingi oydan to'lang. Media Park. Ba'zi lahzalar so'zsiz ham tushunarli. Ularni ko'zlar aytadi, yuraklar his qiladi. Qo'lda muzdek Flavis, ko'ngilda faxr. Chunki bugun O'zbekiston nomi dunyo maydonida yangramoqda. Flavis, faxr ta'mi. Bu guruhda yana Norvegiya borligini aytdim. Iroqni yirik hisobda mag'lub etdi va Holland 2 ta gol urdi Mbappega o'xshab. Endi u yerda qit'adoshlarimiz ham ma'lum bir daqiqalar yomon ko'rishmadi. Orada hisobni hatto tenglashtirishdi. Lekin baribir Norvegiya g'alaba qozondi, ya'ni ishonchli kirish qildi. Norvegiya ham hali ko'pchilik ta'riflayotganda shunaqa ta'riflayaptiki, ya'ni uzoqqa borishi mumkin bo'lgan kashfiyot jamoa. Soyadagi favorit. Soyadagi favorit. Hali Marokash qilgan ish qilishi mumkin, bir paytda Turkiya qilgan ish qilishi mumkin bo'lgan jamoa deyishyapti-da endi. Endi menimcha birinchi o'yindan keyin juda hali aytish qiyin bo'lsa kerak. Unaqa. Raqibga nisbatan Iroq. Chunki uni bilardik, baribir Holland bor, unaqa Serlet bor. Shu bilganlarimizni qarang, ikkita narsada masalan, bilganlarimiz ba'zilari yuz beryapti, ba'zilari yuz bermayapti. Bu yuz berdi, masalan. O'sha ilgaridan bo'lardi. Shveysariya, Daniya, Avstriya. Mana shular o'ynasa kerak, menimcha. Uzoqqa borishni kutish qiyin-u.
lekin pravalam bo'lmasa kerak. Ha, chunki u kirib bo'ldi, deyarli guruhdan chiqdi deganda bu g'alaba bilan. Ko'ramiz endi nima bo'larkan. Xo'p, o'yinlar ko'p bo'lgani uchun biroz tezroq o'tyapman. Shvetsiyani ham shu qatorga qo'shsa bo'ladi. Shvetsiya. Yani nimadir kutish mumkin bu jamoadan. Shunaqa. Ha. Shvetsiya ham g'alaba qozondi. Shvetsiya ayniqsa agar hisobni ochadigan bo'lsa, ochdi ham tez. Mana ikkita anaqa Djokovic bilan anaqa Isak Isak. juda xavfli-da, qarshi hujumda juda. O'ynashi mumkin ekan. Bu ham qizig'i, haligi masalan, ikkalasi jamoasida o'ynay olmaydi-yu, yana shunaqa hujumchi bilan, lekin terma jamoasida Yo'q kirish bilan Isakni gapiryapti, dubl qilgan yigitchi. dubl qilgan yigit bu Ayari. Yasin Ayari. Yasin Ayari, ha. Tunisni yirik hisobda mag'lub etdi. Endi Tunis hali boya kuchsiz jamoa dedingiz. Ya'ni bunda kelib chiqadigan bo'lsa, Jazoir juda qiyin va Iordaniya, Iroq ham qanaqadir. hali bu berolmaydi, o'lchab berolmaydi. Lekin shunaqa bu berolmaydi deb o'ylagan jamoamiz Ispaniyaga qarshi Cabo Verde degan Afrika jamoasi, endi menimcha birinchi turning eng katta kutilmagan voqea, sensatsiyasi shu bo'lsa kerak, nazarimda. Natija e'tibori bilan shunaqa, lekin O'yinmasa? katta bir Ispaniyani bir qanaqadir Eski haligi kasalmi? odib siqiladigan nima emas shekilli menimcha. Ha, chunki o'yin joyida. O'yin bor va baribir Ispaniyada asosiy nima o'sha taktikani asosiy quroli shu ikkita qanotda Niko bilan nima Yamal ularsiz o'ynadi. Boshqa. O'sha rotatsiya bilan balki o'sha kam kuch bilan nima qilib olaman dedi. Iloji bo'lmadi, lekin menimcha Ispaniyada muammo ko'rmayapman. Vaziyatlar bor, realizatsiya yo'q Vaziyat faqat. bor, to'p o'sha o'yinda nima kerak bo'lsa o'shani qandaydir qaysi ochiq bir jihat bir unaqa ochiqlik ko'rinmadi. O'zi rostdan ham bunaqa o'yinlar juda ertaroq bo'lib o'tgani yaxshi. Men chunki Enrikening Ispaniyasi Yevropa chempionati yarim finalga chiqqanda, yarim finalga to'g'ri kelganda, mana shunaqa foydalanolmagan o'yin Italiya bilan o'ynamadi. 2020 da, Yevro 2020 da. Balki ertaroq bo'lgani, ertaroq to'g'ri xulosalar qilishga olib boradi jamoani. Bitta faktga e'tibor qaratinglar, bo'lganmi shunaqasi? Cabo Verde butun o'yin davomida bitta fol qildi. Bitta fol qildi. Dahshat. Ya'ni shunaqa kuchli jamoaga qarshi underdog bunaqa himoyalanishida bir dona fol qilinishi butun o'yin davomida bu nonsens. Bu jahon rekordi vaqt ekan. cho'zish kirma ham bo'lmadi-da. Ha. Darvozabon ham to'pni egallash bilan qarshi hujum qilishga harakat qilib Bu jihatdan Cabo Verde juda e'tiborli natija qayd etgan. Faqat uni darvozaboni. Folsiz o'yinni o'ynash bu, menimcha folsiz o'yinni hech kim o'yna olmasa kerak, bu rekord tursa kerak hali uzoq vaqt. Ha, oson emas. Bu H guruhi va H guruhida yana qaraydigan bo'lsak, Urugvay va Saudiya Arabistoni bor. Ular ham durang o'ynadi. Urugvay ham endi baribir katta jamoa, lekin Saudiya Arabistoni o'sha uchrashuvda nima deydi? O'zinikini oldi. Men o'ylayman, juda bir bu yerda masalan Cabo Verde, Ispaniya o'rtasidagi farq bo'lmadi. Saudiya Arabistonda ham o'zining imkoniyatlari bo'ldi. Har holda raqamlarga qaraydigan bo'lsak, Saudiya sovg'a emas. lekin Urugvay baribir ustunlikka erishdi, g'alabaga haqliroq edi deb aytildi. Hatto oldinda bordi-yu, uzoq vaqt, faqat oxirida endi hisob tenglashtirildi oxirgi 10 daqiqalikda. Braziliya Marokash afishasi birinchi turni eng katta afishasi edi. O'zi ikkita o'yin qoldi, men to'xtalmoqchi bo'lgan. Shu uchrashuvga o'tsam, Braziliya Marokash durang. Endi durang balki juda bir kutilmagan natija demayapman, ko'pchilik demayapti, chunki Marokash yaxshi jamoaligini bilardik avvaldan. Faqat Braziliyani o'yini meni ajablantirdi. Chunki to'g'ri individualligini bilardik-ku, ammo men bu darajada sochilib ketgan, bu darajada individual hamma o'zi bilan o'zi bo'ladi deb o'ylamadim. Menga shunaqa ko'rindi. Chunki Vinicius o'sha epizodi bu yorqin misol, goldan tashqari ham uchrashuv davomida bir qanaqadir haligi 5 ta uzatma ketma-ket kombinatsiya bilan bo'lgan holat qanaqadir men xotiramda qolmadi. ayniqsa birinchi taymda o'sha dastlabki o'sha yarim soat umuman Braziliya o'zi favoritlarni ichida eng haligi nima deydi, hafsalamni pir qildi deydi-yu. Shunaqa jamoa bo'ldi menimcha. Haligi keyin qo'lga olib yopib Marakashda ham anaqa imkoniyat bermadi, lekin o'zi ham unaqa katta nima qilgan yo'q-da. O'sha bilmayman, markazda yoshi katta o'yinchilar yig'ilib qolgani ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Oldinda haligi bir-biriga o'xshaydigan Keyin bu siz hali Fransiyada topdi dedingiz 4 tasiga. Biza shunaqa taxmin qilyaptik, bittasi tushib qolsa kerak deb 3 talik markazda Paketaga joy topdi-da. Haligi Paketda Gimarash hamda Kazimiro o'ynaydi, bundoq qarasa. To'g'ri, Paketa farqli futbolchi, lekin baribir sal boshqacharoq o'ynasa kerak, kreativroq bir qaror qabul qilsa kerak deb men kutgandim-da, bor edi. Ancelotti bunaqa narsalar o'ylab topish o'zi trener sifatida unaqa emas-ku. Asosan o'sha
qaysi o'yinchilarga qulay narsani qidirish Taklif o'sha qiladi, ha. ustunligini chiqarishga O'yinchilarni harakat eng qiladi. yaxshi jihatlarini Yaxshi ochish. jihatlarni bu haligi sxema uchun qanaqadir rollar, yangicha rollar topish yo nima qilish. Balki Fransiyada o'sha PSG borligi uchun ikkita o'yinchi shu sistemada Mbappe ham o'ynagan shu paytgacha shu yordam bergan bo'lishi mumkin. Nimada mana Neymar, Kunya keyin tushdi-yu, keyin o'sha Rafinha, Vinicius o'xshash zonalarda to'pni qabul qilib xavf yaratadigan o'yinchilar. O'sha yarim qanotda winger emas, hujumchi ham emas. Haqiqiy to'qqizlikda o'ynaydigan o'yinchi o'sha bitta nima? Brentford o'ynadi-ku. Thiago. Igor Thiago. Thiago endi baribir Brentfordda o'yinchida, Braziliyada. Yomon o'ynamadi lekin. Yomon o'ynamadi. O'sha rol jihatdan qolganlardan boshqachaligi uchun ham o'ynayapti-da. Doim ham o'ynasa kerak. Rafinha, Vinicius, Kunya ular almashib turishi mumkin-u. Hali Ryan bor. Boshqacha qurolda u, ha? Bu endi boshqacha o'ynaydi. Shuning uchun kerak, u o'ynasa kerak. Endrik ham bor. Endrik tortadi-yu. Marokashchi. Endrik ham nima emasda, 9 emasda, ha. ko'proq qanotlarga nima qiladi. Fizik jihatdan to'g'ri Ko'proq kelmaydi. o'sha o'ng qanotga yaqinroq harakat qiladi. U ko'proq anaqa Rafinha nimalar bilan pozitsiyasi. Shu Thiago borligi uchun ham Joao Pedro qolib ketdi. Tarkibdan tashqarida. O'zi bir xil-ku deyarli ikkalasi. O'zi oxirida Neymarni olgani uchun chiqarildimi keyin oxirida? Endi kuzatdi. Marokash haqida nima deya olasiz? Marokash yaxshi ko'rindi. Men bilmadim, menga juda Marokash yoqdi. dastlabki 30 daqiqada eng zo'r misol o'yinlar yo taymlar emas, eng zo'r 30 daqiqa ko'rsatdi hamma jamoa. Jahon chempionatiga. Jahon chempionatida Marokash o'sha Vinicius goligacha bo'lgan payti pressingda ham haligi 3 tadan o'zlayotgan, 3 tadan ortiq pas bo'lmadi. Markazni nima yeb tashlashdi. Dribbling bo'yicha ham 15 tami shunaqada birinchi o'rinda. Keyin hali namoyishkorona PSJdaka boshladi-ku, ko'rdingizmi? Hali oldinga tepib borib, bu ham o'tibdi-da. Men endi bularga O'zbekiston ham qildi bunaqa. Kecha ba'zi o'yinlarda shunaqa bo'ldi, boshqa jamoalar ham. Bu endi trendga aylanibdi. trendga aylandi. O'zi haligi to'pni haligi qayerda yo'qotish degan narsa bor-ku, muhimda. Misol xavfli zonada yo'qotilsa, mana biz Eldor Noli Kanadadan ham 2 marta shunaqa qilib o'rganamiz. Jamoa qayerda to'p yo'qotishini ham tanlaydi-da o'zi. O'sha qanotlarda to'p yo'qotilganda qarshi hujumga chiqish baribir qiyin. Counter pressing uchun yopish ham oson. Shuning uchun ham hozir jamoalar shuni tanlayapti shekilli. Borib olgandan keyin chiqib ketish ham qiyin-da. Yana haligi 5 sekund nimali shoshiltirishlar bor. Ha, bu uchrashuv durang tugadi va rostdan ham o'yinda qanaqadir g'alati bir stop qo'yildi. U yog'iga Marokash ham to'xtab qoldi, boshqa zarba yo'llamadi. Braziliya ham bir hali aytarli ish qilgani yo'q. Bu C guruhi bu yerda Gaiti hamda Shotlandiya bor. Shotlandiya g'alaba qozondi va guruh yetakchisiga aylanib oldi. Endi keyingi o'yinlar ko'rsatadi tabiiyki, vaziyat qanaqa bo'lishi. Oxirgi adashmasam, endi katta o'yinlar nuqtai nazaridan hammasiga to'xtalsa bo'ladi-yu. Bu Germaniyani g'alabasi. Yirik hisobdagi g'alabasi, to'g'rimi? Mana shu narsani Angliya bor hali. Germaniya g'alaba qozondi yirik hisobda Curaçao'ni. Endi Bu o'yinga fokus bermagan yaxshi. bermagan yaxshi. Bu Chunki nima? baribir Endi hozir katalizator hatto Norvegiya, Shvetsiyalarni ham baholamadi-ku. Shunga o'xshagan. Germaniya endi Germaniyani lekin masalan men ko'rmadimda kimdir favoritlar qatoriga qo'shgan. 5 ta favorit sanalsa ham 5-chi emas. keyin Curaçao ham juda qulay o'ynadi. Boshqa misol Qatar Shveysariyadan gol o'tkazgandan keyin ham nimani buzmadi-da, strukturani buzmadi. O'ynardi o'sha nimada imkoniyatini kutib, lekin Curaçao juda dadil o'ynadi, oldinga chiqdi. Mana raqib maydonida pressing bo'yicha unaqa 2-mi, 3-chi o'rinda ekan. Endi Germaniya bilan bunaqa o'ynash o'zini o'zi o'ldirishda. Va shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldi ham. Rostdan ham. Niderlandiya Yaponiya o'yini haqida gapirish kerak. Menimcha, chunki qahramonlarga sizni aynan fikringiz masalasida. Yaponlardan endi men to'g'risi juda ko'pchilik sensatsiya bo'ldi, men Yaponlardan kutgan edimda bunaqa o'yinni. Niderlandiyani ham ko'rdik bizga qarshi o'rtoqlik o'yinida. Aynan shu o'yinga biroz to'xtalib bering. Ya'ni Yaponiya sensatsiya ham bo'lmaydi. Menimcha agar chorak finalga chiqadigan bo'lsa, Yaponiya o'sha Niderlandiya Yaponiyada ko'proq Yaponiya yoqdi-da baribir. Unaqa tarkiblarni nima qilib ko'rasiz, solishtirib ko'rganda Niderlandiya ancha kuchli ko'rinadi. Top jamoalarda o'yinchilari bor. Oldingidaqa bo'lmasa ham nimayu, lekin
Yaponiya qarasangiz Germaniya chempionati o'rta miyona nimalar unaqa oldingidek haligi mitoma nimalar ham yo'q. Ha. Lekin o'sha o'zaro tushunish, bir-birini haligi mashinaga o'sha Germaniyani eski Germaniyani eslatadi-da 2014-yildagi. Haligi bir-birini o'rnini to'ldirish, nima qilish. Haligi Klublashib ketgan bular ham. ha, unaqa qilish yo'q. Bir gol qo'yib yuborsa, ruhiyat, bir narsani ta'siri ham yo'qda. Sarosima ham yo'q. Sarosima, bunaqa haligi insoniy nimani ham ko'rmadim-da. Robot. Inson Robot. Marokashga o'xshaydi lekin Yaponiya bilan, ya'ni qaysidir jihatlar uzoqqa borish. Hatto sovuqqonroq ham bo'lishi mumkin. Haligi nimada ham aytdik-ku, baribir jamoalarni ko'pincha biz yulduziga qarab baholaymiz-da. Misol palon joyda Diyash bor, unda palonchi bor deymiz. O'rtacha o'yinchisiga qarab nima qilish kerak. Chunki haligi yulduz ham o'zidan past o'yinchilar bilan o'ynaganda pasayadi darajasi yoki pastroq o'yinchilar ko'tariladi haligilarga. Baribir o'sha o'rtacha o'yinchilar bilan tenglashadi. Shuning uchun shu tomondan o'rtacha tarkibi o'sha Marokash ham, Yaponiya ham kuchli. Bir-biriga yaqin, ya'ni Yaqin. balans. Eng past o'yinchisi bilan eng tepa o'yinchisini farqi juda yaqin. Minimumda, past, ya. Minimum. Durang bu normal natija, bir qanaqadir bunaqa emas. Bo'lishi mumkin, hatto Yaponiya g'alaba qozonganda ham bu sensatsiya bo'lmasdi. Bu F guruhi va bu guruhda yana Shvetsiya, Tunis bor, ko'ramiz. Endi guruh yetakchiligi uchun juda qiziq bo'ladi, chunki Shvetsiya g'alaba qozonib qo'ydi yirik va bu yoqda ikkita durang o'ynagan yaxshi jamoa bor. Shuning uchun ko'ramiz, kuzatamiz. Xo'p, Angliya, Xorvatiya bu ham katta afisha o'zi aslida 4-2 hisobda yakunlandi. Bu endi nisbatan o'sha O'zbekiston terma jamoasining o'yinidan avval bo'lib o'tgan bahs qatoriga kiradi. Keyin ikkita gol urdi. Xo'p, Xorvatiya ham bunday olib qarasa oxirgi ikkita jahon chempionatining sovrindori. Bu uchrashuv Qarigan jamoa. qaragan jamoa. Kelishchilardan. Hali ham shunda. Shu qaragani ta'sir qiladi va bu safar undan kutmasligimiz kerak men shunda. Endi baribir tajriba hisobiga kimnidir qiynaydi play-offda penaltilargacha olib borib nima qilsa kerak, etsa kerak-ku. Lekin agar umumiy hozir bugun o'sha dasturda umumiy xulosa beradigan bo'lsak, shu favoritlarning ichida Angliya eng katta ta'sirot qoldirgan Angliya menimcha. Endi biz Germaniyani Kurasao tufayli keyin deb turamiz. Ispaniya natijaga erisha olmadi, lekin Angliya har tomonlama ayniqsa ikkinchi taymning dastlabki 15 daqiqasi dahshat bo'ldi-da. Hali 10-0, 8-0 zarbalar bo'yicha shunaqa darajaga chiqib ketdi. Ham zapas bilan o'ynayotgani bilindi. Ya'ni o'yin bo'lyapti, Xorvatiya 3-2 bir payt Saka tushyapti-da, Madueka o'rniga Saka tushyapti, Gehi tushyapti. Arteta. Stones o'rniga Gehi tushyapti. Xuddi yana bitta jamoa bor degandek-da. Keyin hamma o'zini nimasi bor, masalan Gordon bilan Madueka o'sha winger bo'lsa haqiqiy sof qarshi hujum uchun Rashfordni chiqarishi mumkin. Agar avtobus qo'yib yuborsa Rodgers chiqarishi mumkin uzoqdan zarbalar uchun. Haligi Kane'ni o'zini yetakchi roli bor, Bellingham'ni dispetcher roli bor. Hammasi zo'r taqsimlangan va jamoa haligi katta naqa zaxira bilan o'ynayotgandek tuyuldi. Rang-barang sxemalarga yetarli zaxirasi bor. O'zi hali klub murabbiyi Tuxel ham. Bilindi-da, chunki hali tarkib tanlaganda ham bilingandi bu. Haligi masalan bitta Foden, Palmer masalan bitta vazifa bajaradigan ko'p o'yinchilarni olib kelib olmasdan ularni o'rniga qandaydir vazifani bajaradigan Uski bo'lsa ham nimalarni oldi-da. Masalan Spencerni oldi. U qaysidir boshqa bir qanaqadir vazifaga kerak. Jamesdan farqli ravishda. Ya'ni bir-birini takrorlaydigan futbolchilarni olmadi. Bu ayniqsa Southgate'ni oq-qora Angliyasidan keyin juda zo'rda. Chunki o'sha paytda aytilardi, bu Angliyani boshqacha o'ynatsa bo'ladi, bu Angliyani qanaqa yorqinroq o'ynatsa bo'ladi. Endi har holda birinchi o'yindan xulosa qilmaymiz, lekin raqib yaxshi edi. Katalizator beradigan raqib edi. Sifatli raqib bitta. Men qarigan bo'lsa ham unaqa bir narsa ochilib ketib, bir imkoniyat beradigan emas. Uni topishingiz kerak edi o'sha ochiq nimalarni. Ham ikkovi o'sha qiyin vaziyatli gollar standartdan urildi. Uglovoylar bor. O'sha Arsenaldan ko'chirib kelgan Rice nima o'sha futbolda nimani hisobiga ustunlik qilish kerak bo'lsa, hozir Angliyada bor. Dribling ham bor. Maza qilayotgan bo'lsa kerak o'zi. Arsenaldan keldi boshqa. Xo'p, qisqa tushuv endi rostdan ham 24 ta o'yin va katta o'yinlar ham ko'p. Suhbatimiz ham 40 daqiqadan ko'proq bo'ldi hatto. Mo'ljallanganimizdan ham ko'proq. Nima deyman? Demak, do'stlar, bizda
suhbat oxirida eslatib o'taman. Demak, bosh homiymiz Agrobank, Jahon chempionati translyatsiyalari bosh homiysi hisoblanadi. Bundan tashqari biz UD universiteti bilan ishlaymiz. Shuningdek, Flavis brendi bilan ichimliklar bilan ishlayapmiz va Media Park bilan ishlayapmiz. Shunday ekan, bizni kuzatib boring va endi kirish qildik. Birinchi tur yakunlari bo'yicha mana shunaqa qildik. Hali jadval yoki kim chiqadi, kim chiqmaydi to'xtalib o'tirmadik. Shunchaki o'yinlardan nimani ko'rdik, birlamchi taassurotlar, hatto shuni ham juda qisqa. U yog'ini Qahramon akaning bloglaridan, Telegramdan, hozir studiya menimcha endi faollashyaptilar o'zlari, chunki rasmlarini ko'rdim Twitterda. Kuzatib olishinglar mumkin bo'ladi va Bobur aka ham o'zlarining loyihalarida hali yana mikrofon oldiga keladilar. Hozircha esa nima deyman, sizlarga rahmat va tomoshabinlarga ham izohlarda o'z fikrlarini qoldiringlar. Birinchi turda eng yaxshi taassurot qoldirgan terma jamoa qaysi bo'ldi? Mana Qahramon akada Angliya ekan, Bobur akada bilmadim, menimcha Portugaliya bo'lsa kerak. Yo'q. Qaysi jamoa sizda yorqin taassurot qoldirdi? Bir nechta jamoa, aynan bittasi yo'q. Xo'p, endi shunaqa holat va siz ham yozib qoldiring izohda. Salomat bo'linglar. Qo'lda muzdek Flavis, ko'ngilda faxr. Flavis, faxr ta'mi.